O'zingiz tanishtiring. Men Sharipov Otabek Umarovich Navoiy viloyati Xatirchi tumani Paraxov mahallasida yashayman. Men o'zi 2017-yildan beri Nervologetika 2-gruppa nogironiman. Bitta o'g'lim bor, 2 qizim bor. Koreya davlatiga deb jeton degan narsa tarqatilibdi. O'g'lim Toshkentda ishlardi. Viloyatdan Ag'dan-Bag'dan o'g'illar jeton tarqatilyapti ekan dedi. O'zimiz tumandagilar ham. Qachon bo'ldi bu? 24-yil. Keyin o'g'lim ham shu jetonni oldi. 23 mi 24 dollarmi to'lan ekan. To'lovni qilgandan keyin oldi. Keyin jetonni olgandan keyin ekzamendan o'tkazib berish uchun, ag'ba qilish uchun o'g'lim endi ko'p koreys tilini bilmaydi. Koreys tilini bilmaydi, koreys tili shartda bitta ikkita Koreyaga ketganlar tilni bilish kerak degani uchun bir yo'l yo'riqni ko'rsatadigan odam bormi deb biza surishtiruvdik. O'zimiz Xatirchi tumanidan Paraxov mahallada yashovchi Nurxon Baxtiyorni tavsiya qildi odamlar. Kimlar ular? Tanishlarmi? Ha, tanishlarim tavsiya qildi. Bir necha yillar oldin yuvarib yurgan ekanmi, qo'ldan kelgan ekanmi. Keyin biz ham o'g'lim bilan Toshkentga keling dedi. U Nurxon Baxtiyorda o'zi Toshkentda yashaykan, ancha yillar davomida o'zi xatirchilik bo'lgani bilan uchrashdik. Aka xarajatlari bor dedi, xarajatlarni qilsangiz dedi, yo'l yo'riqlarni o'rgataman, to'lovlari bor dedi. 10 mingdan 15 minggacha xarajati bor dedi. Qo'lingizdan kelsa shuni ag'ba qilsangiz, topsangiz dedi. Keyin men uyimda bir qismini sotgan edim. Yotgan pulimdan keshdimdan keyin bitta o'g'lim Koreya davlatiga borib ishlasa, biz ham yaxshi kun ko'rib ketamiz degan maqsadda o'sha pulni oldimdan keyin dollarga almashtirib berdim. Aka 3 oygacha nasib bo'lsa o'g'lingiz Koreya davlatiga kirib boradi dedi. O'g'limda o'rniga birinchi ekzamenda bir tayinlangan balani kirgizibdi ekan. Kirib 86 ball olib chiqdi. Keyin o'g'lim ikkinchisiga o'zing kirasan dedi. Ungacha pasport, zagram pasport turdi. Keyin pulni berdik. Zagram pasportni oldidan keyin o'g'lim bir hafta davomida 700 dollarga koreys tilini o'rganish uchun Choson degan joy bor ekan. O'qishga tayyorlaydigan joy u. Koreys tilini o'rgatadigan joy bor ekan. Choson bu migratsiyani qoshidagi tashkilot ekan. Migratsiya bilan birga ishlanayotgan tashkilot ekan. Ana shu Baxtiyor bizga maslahat berdi. Haftasiga 700 dollar oldi. U qanaqadir kvitansiya berdimi? Yo'q, hech qanday hujjat, hech qanday davlatga tegishli dokumentatsiyani bermagan. Keyin aka dedi, bo'ldi, mana aka ekzamenlardan o'tdi, hamma narsa yaxshi bo'ladi. Bag'ini ko'ngli to'q qiling dedi. Ha dedimda kutib yurdim. Keyin vaqtlar o'tdi. 2024-yildan o'zi 2025-yilga o'tyapti. Biron yillar o'tib qo'ygandan keyin 3-4 ta tanlov bo'lgandan keyin uka hali ham tanlanmadi-ku, o'g'lim bo'lmayapti-ku bag'i. Endi nima qilamiz dedim. Aka dedi, bitta narsani aytay sizga dedi, zo'r yangiligim bor dedi. Koreyadan koreysni topib dedi, gaplashdik dedi, o'g'lingizga viza kelish uchun dedi, 4,5 ming AQSh dollarini so'rayapti dedi. Keyin men yo'q, 4,5 ming AQSh dollar bera olmayman deganimdan keyin qancha bersangiz ham dedi, qo'lingizdan kelganicha bersangiz dedi, uni ham har kimga aytayotganim yo'q, bitta ikkita tanish bilishlarimga aytayapman dedi. Xo'p dedimdan keyin men ham o'zimda radnoy singlimdan 36 million so'm qildimdan keyin 3 ming dollarga hisobladim, aylantirolmadingizmi dedi. Aylantirolmadim dedi. Bo'ldi, men aytgan joyga olib borib berasiz dedi. 1,5 mingda Koreyaga borgandan keyin o'g'lingiz ishlab beradi, men shotimga tashlaydi dedi. Xo'p dedim. Keyin bu o'qish jarayonida bo'ynaki 700 dollar Chosonga borib til o'rgangandan keyin, ag'ba qilgandan keyin yana picha xarajatlarim bor deb turib, o'g'limdan 1300 dollar AQShni yana olgan. Obshi hammasi 15 ming dollar bo'ldi. 15 ming dollar bo'lgandan keyin 3 hafta, 1 oyda ichida o'g'lingiz Koreyaga kirib boradi, bo'ldi dedi. Xo'p dedikdan keyin hammaga 200% aytavering, o'g'lingiz o'zi Koreyaga ketyapti, aniq bo'ldi, bag'i gaplashildi degandan keyin ham 2026-yil keldi mana. 2026-yil kelib, o'zi o'g'lim iyul oyida kontragi 2 yilga shartnomasi polni tugaydi.
Shu arada borib men o'g'limni vaqti o'tib ketyapti, nima bo'ladi ishi, unday bunday deb har safar telefonlash so'raverganimda akajon ish bo'lmasin hal bo'ladi degan masalani qo'yib kelaverdi. Keyin shu arada Xatirchi tumanimizdan prokuratura departamentlari prezidentimiz anavisi bilan rahmat prezidentimizga ham ana shu korrupsiyaga qarshi ishlarni bir ko'ringlar deb ko'rgan payti ana shularni ichida firibgarlik bo'yicha Nurxonov Baxtiyorni ham ushlabdi, qamoqqa tiqib qo'yibdi ekan. O'shanda ham men bordimda ota-onasiga men kuyib qolaman, erta bir kun sharoitim nima bo'ladi aka? Odamlar mendan pulni so'rayapti, uyimni sotib berganman, keyingi 3 mingni o'zimni singlimdan olganman, kelinni urug'lardan olganman degan paytim ham ishing bo'lmasin, o'g'ling Koreyaga ketadi dedi. Kuni kecha ham uyiga borib o'g'li shunday tiqib qo'yibdi ekan. Men Toshkentga boryapman, Toshkentga ham arza qilaman deganimda o'zing bilasan Otabek, arza qilsang qilaver, erta bir kun bizdan xafa bo'lma degan gapni qildi. Ana shu uchun og'aylar, xatirchiliklar hammalaringdan uzr so'rayman. Kimki menga o'xsham allanib qolib yo ag'ba bo'lgan bo'lsa, Otabek borib unday qildi, bunday qildi deb mendan xafa bo'lsangiz ham o'zlaringiz bilasizlar. Sabrim chidalmay qoldi. O'zim gruppadaman. Oilam, sharoitimni mana mahalla biladi. Ana shu pullarimni qaytarib olib berishlaringizga shu davlatimizdan iltimos qilib, qarzlarimni ham qaytarishimga yordam qilishlaringizni so'rayman. O'ylab ko'rmadingizmi? Misol pul bermasdan ham ketsa bo'ladi-ku o'sha Koreyaga. Buni o'ylab ham ko'rmadim. Biz yo'l yo'rig'ini bilmadik hamda. Qayerga borib murojaat qilishlarini bilmadik. Faqat bizga shu xarajati bo'lsa 3 oyda, 4 oyda, 5 oyda uzoq bilan 1 yil davomida kirgizib beraman degan gaplarga ishondik.